Assalomu alaykum hammaga. Juma muborak bo'lsin. Do'stlar, mana ikkita garelkani tayyorlab qo'ydik. Hamisi kuraksimon garelka, lapata deb qo'yadi. Bunisi chugunli, retortli garelka, aylanib turadigan, o'sha Polsha garelka bilan bir xil. Aylanib turadi. Mana miyalari bir xil, motor reduktorlari bir xil, ventilyatorlar ham. Biz buni ertaga, xudo xolasa, shanba kuniga, shu ertalab soat 9-10 larga mo'ljal qilyapmiz. Bu ikkovini ham yoqib, bir xil vaqtga qo'yib, miyasini ham bir xil vaqtda yoqib, bir xil ko'mir, mana shu semichka, belolmani semichka ko'miridan yoqib, tekshirib qanday yonadi, yoqishlarigacha ko'rsatib, keyin qancha vaqtda bir xil ko'mir solamiz, qancha vaqtda yonib bo'lishini ham tekshirib o'tamiz. Bunaqa video menimcha hali hech qaysi katyolchi qilgan yo'q, men ko'rmadim. Hamma garelkani o'zini ko'rsatib, qanday ishlaydi, shulargacha gapirib o'tyapti. Tokka ulab, quruq holatda aylantirib ham ko'rsatib o'tyapti. Biz shuni yoqib ko'rsatmoqchimiz. Mana bismillah. Mana garelkamiz ishladi, ventilyatorimiz. Endi shnegimiz ishladi. Aylanib turibdi. Shnegimiz ham aylanyapti. Shunaqa qilib ko'rsatib o'tgan ko'p hamkasblarimiz ko'rsatib o'tgan, endi biz shuni amalda yoqib ko'rsatib o'tmoqchimiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, ertaga shanba kuni ertalabdan pryamoy efir ham qilib qo'yib qo'yamiz. Polnashi ko'mirni yoqib bo'lguncha, telefonlarimiz zaryadi yetguncha pryamoy efir qilib qo'yib qo'yamiz. Bemalol vaqti borlar kirib ko'raverasizlar. Keyin o'sha jarayonni syomka ham qilib boramiz. Endi ko'ramiz, videomiz uzun bo'lib ketmasa, bir qism qilamiz, bo'lmasa 2-3 qism qilib qanaqa holatda yoqyapti. Masalan, mana bu garelkani kecha o'zim yoqib ko'rganman. Mana oldiga tushirgan musurlari. Shu musurlarigacha qancha ko'mir o'tkazib yuboryaptimi, yoqib polni 100% yoqib chiqarib yuboryaptimi, shulargacha polni ko'rsatamiz. Betlarni tozalab, shipirib tozalab qo'yamizda, shunga qarab mana shu qancha odxod qildi. Shulargacha ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa ertaga jonli efirda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana chugunli garelkamiz hozir aylanadi. Asha aylanganda qanchalik tashqariga ko'mirni chiqarib yuboradi, shularni ham ko'rib o'tamiz. Miyalarni ham xudo xolasa bir xil nastroyka qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Tanish bilishlarni ham ogohlantirib qo'ysalaring
ertaga xudo xolasa shanba kuni ertalab soat 9 ga mo'ljal qilyapmiz. Endi kechiksak bir yarim soatga kechikishimiz mumkin. Imkon boricha o'sha aytilgan vaqtda efirni boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.